Kaç pul? 5 koy. 2 alay. 55 koy. Birisi kaç pul buna? 5 koy. Qandaqsi 55 oldu? 55 koy buldu şu ikisi. İşeme isalap veremezsizga. Isalap bera qanday soldingiz? İşeme diyama bula. Bulanchi bu. Birisi 5 koy. Ha. Yana birisini 5 koy. 5'ni qo'ysa 55 bo'lamda. Müşteri sağlaydı üçün işte ügetken bana. Hata çıkmaydı bundan to'g'ri. Vallahi men bapirni olmayman. Birsi. Hamsa bundan alımız 5. Mana 50 koy. Birsi 50 qo'lab qoldi buni. Müşteri saldık yazı. To'g'ri bu. Ma'lum olmayman. Hamsa bundan alımız 5. 45 koy bergansiz. Men hech nima 45 ga beramdan. Müşteri salab bezim yazı sizga. Matematik kim o'rgatgan? Ma'lum. Ha. Tuzlik hisobligini acha qanday men hech nima 45 ga beramdan sana. Jisaningni hisoblab boqamiz ha. İşeme diyama bula. Ber. Qo'shimiz. Qo'shimiz 5. O'xshash qilmay salgan bilan. Elitib qamash kuni. Alımız. O'xshash chiqdi mana bilan. Ha? Bir qilyapman buni. To'xtang. Birlam olay. Bununla qo'shimiz 5 koy. To'yzali ko'ch ketdi qo'va. Unutib ketaylik ha. Nima unutib ketmas? Bak bo'g'ash aymin unutib ketaylik. Ha, Qayt kelma ha. Qayt unutib ketaylikmi? Biz qancha pul? 5 koy. Ha. Nope. Ha, acha to'yma 500 qo'ydim. To'g'ri chiqibmi shu? Unutib ketaylik bu ishlarni. Mana ish qilsam olmadim. Men qayt keldim. Ben ish hisob qancha pul? 75 koy. Yigit. 75 koy. Yazma dedim yazma unuğa. Onun kendi 75 gün yazsam bir oyunun pulu ketmem de 4 milyon bo'lib. Bak 75 ko'lam go. Ha. Tit. Xo'sh. Xato ya bu to'xtang. Nar xata. Ma pulni qachon bersiz hamsa? Olmadim go, mana mashqisi qo'yib qo'ydim go. Shitonni qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, ma pulni qachon bersiz 45 koyni? To'g'ri bu.